ertalab uyg'onganda og'izda achchiq mazza bo'lishi, o'ng qovurg'a ostida osilib turgandek hislarni bo'lishi, holsizlik va charchoq asosiy belgi hisoblanadi. Undan tashqari tanada mayda qizil xolchalarning paydo bo'lishi aynan yog'li gepatozga xos. Undan tashqari jigar fermentlari yuqori bo'lganda, ALT, AST va bilirubin miqdori yuqori bo'lganda terida sababsiz qichishmalar paydo bo'ladi. Bu ham jigar atrofida yog' bosganligining bitta belgisi hisoblanadi. Ko'pincha ayollarimiz ortiqcha vazndan shikoyat qilishadi va yuzdagi dog'larga. Inson tanasida yuqorida aytdik 500 xil vazifani bajaradi. Gormonlar faoliyatiga javob beradi, metabolizmga javob beradi, yog'larning erishishiga javob beradi. Birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzi. Har kuni 10 ming qadam yurishni yo'lga qo'yish kerak. Ortiqcha tana vaznidan xalos bo'lish kerak va yeyotgan ovqat ratsioniga e'tibor berish kerak. Ovqat tarkibida chorva yog'lari bo'lsa yoki bo'lmasa qo'shimcha kanserogen moddalar bo'lsa, albatta undan uzoqda bo'lish kerak. Tarkibida silimarin moddasi eng ko'p bo'lgan dorivor giyohlardan bittasi bu artichok hisoblanadi. Undan tashqari rastaropsha va qora xalila, sariq xalila, undan tashqari belaya amila. Bu dorivor giyohlarni birlashtirib iste'mol qilinganda jigar hujayralari tezroq tiklanadi va undan tashqari jigar atrofidagi yog'lar erib, gepatosit hujayralari tezroq regeneratsiya bo'ladi. Jigar kasalliklari to'g'risida va bundan-da foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lishni unutmang va jigar bilan bog'liq muammosi bor insonlarga bu videoni jo'natib qo'ying.